Salom do'stlar, bu sizlar bilan men Abdullaman. Bugun sizlar bilan video olib boraman. Va keyin sizlar bilan bu o'rmonda survival rejimda o'ynaymiz akalar. Va keyin esa biz belgilab olamiz. Endi esa biz daraxtlar chopishimiz kerak. Bize agar sizlar qancha like bossalaring videolar shuncha tezroq chiqadi va molda aslahalar yasaymiz va hunarmandchiliklar qilamiz, ya'ni verstak va boshqa narsalar. Verstakni bilsalaringiz kerak, qaysi tarafda shu daraxtda chopamiz. Hoş bulacak. Daraxt chopdik. Bu shaxta ham bor ekan. Shaxta. Va esa biza mana bir go'sht topib oldik, chunki bu bizda nimamiz bo'ladi, oziq ovqatimiz bo'ladi va bitta verstak va bitta chöp va verstakni bu yerga joylashdi. Normal siyilma. Keyin shaxtaxonaga tushishimiz kerak. Bize yana qo'ya olasizki, voy balat. Asli men Surxondaryolikman. Asli bilasizlar, balki ota-onam kuzatgan bo'lsa kerak va verstakka kiramiz va bolta olamiz va biza chopamiz. Nima edi bu? Pishiranga oyog'imni beray. Va biza tezroq va kelka bilan emas, bolta va biza bo'ldi. Wow, daraxtlar ko'p. Voy, biz bo'lib ketamiz, akalar. Qadash ketdimi? Biza kech tushmasdan oldin boshlash kerak. Biz ya'ni kreativ rejimda emas, biz survival rejimdamiz. Hozir yig'gandan keyin yana zapisni boshlaymiz. Va biza qo'y nima qilib keldik endi? Taxtalar desa. Biza let's farming go. Bachaklar krabat. Şerengi tiyağım tekrar. Ve let's go. Farming go. Ve bize let's go. Ve bize ya bana nasıl oyumuzu biraz kengaytirishimiz kerak. Yo, safırlı kork gittim. Ben 2 blok koysak bu de. Bize şunu qilaveramiz. Shunday qora bo'ylarcha. Yo, astag'firullah kork gittim. Shiringa tiyog'imni. Let's flamingo. Afsuski menda xorolmurlar yo'q, faqat xorolmu qo'shishni istasalaring Google'da mahsulotlarni karton pak orqali yuklab olsalaring bo'ladi. Va tezroq bo'ldi bilan tiqib yuboramiz. Verstakda işi yaşasın bize kerak. Bular bitta versa istaklar.
Va biza nimaga qilishimiz kerak? Yep. Shiringa tuyog'imni tiqay. Va let's farming go mana akalar. Hazillashyapman o'zi hazilkashman. Hazillashim mening orzuyim. Qani edi kompyuterimda Minecraft Java Bedrock bo'lganida. Shunda if chiqarardim, ya'ni va boshqa narsalar. Biza uyimizni biroz kengaytirib, edisi biza shaxtiga tushishimiz kerak. Balet basharang tuyog'imni. Şükür. Let's go. Endi ise bize shaxtiga tushishimiz kerak. Endi ise 40dan olib endi ise bize ko'proq daraxtlar chopish kerak, lekin hali vaqt bor. Shaxta qani edi? Ish qilib ilohomizom kelmasin. Uy, vah. Wow, ko'mirlar. Yeah, let's go. Hop. Yok, basharanga tuyog'imga chichay. Va biza ko'mirlar chopishimiz kerak. Lekin fakir qilib olishimiz kerak. Akalar bizada visa yo'q. Visa bo'lgan alhamdulillah. Bitta cho'lasak bo'ladi. Versagim qani mana. Bu versa qo'yib olamiz do'stlar va bizga fakir kerak. Fakir. Va biza fakirlar qildik. Va sharoitimiz tayyor. Va biza 9 ta ko'mir qazib oldik. Va esa chiqib 3 4 5 6 hop. Va biz boshimizga kerak. Shaxta ko'p vaqtlarda kerak bo'lib qoladi. Let's go. Bizada endi fakir bor desa. Yo, what the fuck? Bu qanaqa uy bo'ldi? Voy, ensam qursin. Voy, bilad meni creeper chiqarib tashadi. Voy, bilad. Kreativ rejimda bo'lib qoldim, lekin men kreativ rejimda bo'lishni istamayman. Lekin rejimani betamizda biza yo'q sandiq yana keldi. Hozir 1 daqiqa. Lekin biz agar sizlar bitta yangilikni chizib beraman, agar sizlar bu birinchi qism bu video, agar sizlar 111 ta like bossalar, shuni ikkinchi qismini chiqaraman. Yana xudoga shukr deng, qo'yinglar. Yana bizga oziq-ovqatlar kerak va bitta bo'ladi. Taxtalar bo'lsa, nimalar olib kelamiz? Yo, what the fuck? Nega men butun o'zlarda butun Janubiy Afrikada chiqaraylar. Voy, bilet. Lekin menda qolmadi. Yo, what the fuck? Yo, what the fuck? Lekin men bu omadli Minecraft ekan.
Lekin men mana o'tib turdim. Diqqin dishtin zo'r bo'ladi. Diqqin dishtin. Lekin men hekelman. Hazırlaşırdık. Endi men hekelda xohlagan videom chiqaraman. Hekeljon deb. Ya o'zimga boshqa hekel o'ylab topilgan. Ya'ni nima? Rasta degan nom yaxshi fikr. Rasta. Endi bugun ismimni Rasta deb qo'yaman akalar. Endi biz videomizni 12 minut qilamiz. Birinchi qismni asli versiyaga. What the fuck? What the fuck? Versiyaga yaxshi qo'yamiz. Sababi biza nima qilishimiz kerak? Ya'ni safarda kerakli bo'ladi akalar. Hali biza safarga chiqamiz. Xavfsiz akalar. Bo'ldi endi biza chiqib. Hech narsa yo'q. Qiziqamanda. Sizlar men videomni tomosha qilasizlar, lekin kanalimga obuna bo'lmaysizlar. Nega? Shu upload tugmacha bosish shunchalik qiyinmi? Kanalga shuncha obunachilar ko'payaversa, kuniga videolar shunday chiqaveradi akalar. Unda bo'lmasa upload tugmacha bosib qo'yinglar. Xo'pmi? Iltimos, faqat upload tugmacha, ya'ni obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Ayni video olayotganda, what the fuck? Bashanangga tuyog'imga beray. Akalar biza endi nima qilamiz? Yotamiz. Va bugun biza xayrlashuv vaqtimiz kelgandi. Bu ismim rasmini sizlar bilan men xuddi hekel kabi o'xshagan inson, ya'ni rasm. Unda bo'lmasin. Mayli, unda bo'lmasin. Xayr.